Bodring sariq yeb qolganman. Nejni, O'zbekistonimni sog'indim. Bachalarning osh shirin bo'ladi deb eshitganman. Bitta bo'lsin. Gullar o'sar, tog'laringdan suvlar oqar. Tangrim suyib bergan husning buncha go'zal, buncha go'zal. Shunaqa qol, osh sovib qoladi hozir. Voy baraka to'g'am, maza qildim. Qani, oshga marhamat. Ustoz, parhezlar bilan qiynalib qolmayapsizmi? Ozarbayjonni gullatyapsiz, lekin birinchi o'rinda ketyapsiz. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Ertaga soat 7da turaman. Zalga boraman, bodring gir zaldan kelaman. Abetda yana zalga boraman, bodring gir yana zaldan kelaman. Kechqurun yana bodring, yana zal, yana bodring, zal, bodring, zal, gir. Shu masalami? Tinchlik qolmadi, faqat bodring yeyman. Na go'sht yeyman, na non yeyman. Sizlarga kulgi bo'lsa bo'ldi. Oldim deb turgan ovqatlaringizni qilaman. Ustoz rosa qiynalibsiz a? Lekin Doniyor Nuri talab to'g'ri qilibsiz. 24 soat ishlayapti. Bu yerda dunga aksi ketayotgan ekan. Eng muhimi, xohlagan taomingizni qatta bo'lishidan qat'iy nazar yetkazib berishadi. Kakras kelishingizga 6 arg'i bodringlarni olib keldim. Ay, jiddimasan. Bodring sariq yeb qolganman. Allergiya. Qilmang, oshdan oling. Qanaqa osh hozirlaganmi? Gaplaringizni aytibmi? Xullas, chagayim. А мы все дальше живем, курим и пьем.